Issiq kunlarda dugonim. Bundan ham zo'rog'i yo'qmi? Ichiga muz solingani ham bo'g'rardi. Man 40 gradus issiqda choy ketadi-yu. Ovqat qilishim kerak, lekin bu issiqda qanaqa ovqat? Muzdekkina go'ja tayyorlab ichaman. Issiqqina oshiydigan havo bo'tdi-da o'zi ham. O'rtoq, bu issiqda nima kiyib olsam, bitta futbolkada terlab ketyapman. Men uyimda yangi uzun jinsovkada o'tiribman. Hazillashyapsanmi? Hozir boraman oldinga. Kur. Masaligina ustimga narsa ber, sovqotdim. Uyga konteyner qo'yish kerak edi. Mana ideyadan masalan, Arctic konteynerni 3.990 ming so'mga olsam bo'ladi. Buncha pulni men bitada bera olmayman-da. Xuddi shu narxi hech qanaqa foizlarsiz, boshlang'ich to'lovsiz bo'lib to'lasang ham bo'ladi. Ideyada 1+1 aksiyasi ham boshlangan. Bitta texnikasi ikkinchisini sovg'aga berishadi. Yur. Citroen 24 talik konteynerni oyiga 259 ming so'mdan xarid qilsang, 2 kamerali primer sovutgichi sovg'aga. 24 talik jar katta-da. Yurgin. Mana 12 talik Citroen konteynerni oyiga 489 ming so'mdan to'lab olsang, sovg'asiga 32 talik qanday televizorini berishadi. Agar bu ham kam desang, xohlagan konteyneringni aksiya narxida xarid qil, o'rnatib berishi bepul qilib berishadi. Bu aksiya O'zbekiston bo'ylab ideyani hamma videolarda man qotdim. Shoshilishim kerak ekan-da, unda. To'g'ri, ichki o'rnatmay tur konteyner kakraz yonayotgan ekan uyimizda. Saunaga bormoqchi edi, oyim bilan sani keyin boramiz.